baliqni. Mehribonligini endi qara baliqlanishdi. Mehribon majlis bo'lsa kerak. Shunga aytaman, baliq bollarni qo'ruvlashini qarang. Yo'q, yanachi katta suvga chiqib ketmaslikka anaqa qilyapti, qarang. Chiqib haydab turibdi bu yoqqa. Yana baylanti, qarang, hozir chiqadi, yana bu yoqqa haydaydi. Ana, qarang. Qarang. Tegidan ko'tarildi. Onasi chiqyapti yo'qda. Yo'q, bu otasi. Otasimi? Onasi kichkinaroq. Qarang, qo'ruvlashini qarang. Ustiga mindirib oldi, qarang. Voy, qarang, ana xuddi ovqat berayotgandek. Mana bu yerda ham yarim yuribdi. Adashib qolganlari. Onasi ham chiqdi. Onasi chaqiryapti. Qarang, mayda baliqlar. Ajralib qoldi-da bular. Qarang, yugurib kelishligini qarang. Qara. Qarang, chaqiryapti ana, qarang, yugurib. Otasiga qaraganda onasi chiroyli bo'larkan uni. Yugurib kelishini qarang. Qarang, qolgan bolalarni ham yetib kelishini. Bilmaganing salqa surib qo'yardik. Onasini chiqib kelishini qara. Va bolalar va bitta qolib ketdi. Qo'shiladi. Qanaga o'tyapti, burus? Qanaqa qo'rovlarga uni. Qo'yib qolish kerak. Ana onasi bu yoqda chiqyapti, qolgan bolalarni yig'ib olgani. Bolalar ham ko'rmay qolgan, yurgan ekan. Qamchilar orasidan o'tni tagiga tiqib qo'yibdi. O'zi ham tagida yuribdi bolalarning yonida. Naryoqdagilarning onasi olib ketgandir. Ko'rinmay qoldi. Uni gara ko'ryapti. Mana deyapti. Chiqib ketdi. Bunaqa payt odamdan ham qo'rqmaydi, qara. Bolalarni qarang. Hech narsadan qo'rqmaydi yoki minga qo'yib qochavu, anaqada yarimta bolalar yuribdi ana. Ajralib qoldi ular. Yo'q, topa olmayapti anaqaga podasini. Onasi hozir chaqirani. Yurishibdi-yu. Hozir top keladi onasi borib.
Onasi ketyapti qara o'shalarni. Keyin orqaga qaytdi. Top keladi, hozir qarab turing. Qolish kerak.